Yamsu qanday qilib Krillevni shunaqa katta korporatsiyaga aylantirganligi to'g'risida tarix haqida so'ylab beryapti va qaranglar. Mana shu joyda boshidagi rasmga qarasangizlar, 3 трехколесном велосипеде. Я их только на этом имею водить. У меня нет водительских прав до сих пор. Hozirgacha o'zi boshlab, ishni boshlashdan mingan 3 oyoqlar velosipedni hozir ham saqlab qo'ygan ekan. Ilohim, azizlarim, hammalaringiz, ko'pchiliklaringiz hozir aynan skuterlarda, muraveychalarda taqdimotlarga chiqyapsizlar. Mana shu mashinachilarni, velosipedchilarni saqlab qo'ylasizlar ham direktor 6 yulduz bo'lganda o'shani chiqarib sahnalarda ko'rsatish, o'zingizning tarixingizni aytib berish barchamizga nasib qilsin azizlar.